Hammaga assalomu alaykum bola. Bugun sizlar bilan tekinga promokod olib, uni qanday ishlatishni o'rgataman. Va yangi akkauntni open case qilamiz. Umuman hech narsasi yo'q akkauntda omadini sinab ko'ramiz. Hozir Plagistni bosasizlar, mana bu silka beradi. Silkani do'stlarga tarqatsanglar, shu refial beradi. Sizlarga bitta ochko beradi. Bu yerda magazinga kirib turib, xohlasanglar akkaunt sotib olsanglar bo'ladi. Mana balansli akkaunt sotib olsanglar bo'ladi. Balansli akkaunt 821 ochkosi bor ekan. Hozir 20 ta refialga berar ekan. Bizda 2 ta refial bor hozir. Shuning uchun kelmaydi, biz promokod ustiga bosamiz. Promokod degan joyga bosamiz. Promokod bor mana. Xo'sh, menda 2 ta bor, lekin 4 taga berar ekan. Bu yo'q deyapti. Sizga 4 ta refial yo'q deyapti. Mana men olganman promokod, uni kopirovat qilib turib, Buldropga kiramiz hozir. Mana kirdik. Xo'sh, endi men bu menyuga o'tib turib, promokod degan joyini topib, yo'q, sizlar hozir bulpasni ko'rib olishinglar mumkin. Sizlar o'ylaysizlar, bu yangi akkaunt emas deb. Mana ko'ryapsizlar, yangi akkaunt bu. Yangi ochilgan, stand-off'da ko'rsanglar bulpasi ham yo'q. PUBG kirsanglar ham mana 0 turibdi. O'zi Robloxlarda yo'q bulpas. Stand-off'ga o'tamiz. Endi menyuni bosamiz. Promokod degan joyga promokodni yozamiz. Hozirgi bu yerda olgan promokodni. Xo'sh, Mr. Beast кейsidan berdi bizga. Ochamiz buni. Qayerda endi bu? Xo'sh. Mana Mr. Beast harakat ochamiz. Hatto shularni berib o'rsa ham yaxshi bo'lardi. Oy, bile, eng cringe'ni berdim o'zi. To'r bile. Bu mitta bu. Oy, yetamak. To'rdan men turli case bor stand-off'da. Hozir turli case bor, lekin men turdan ochmoqchi emasman akali. Bu vashshi bo'lmaydi. Vashshi qo'yib beradi. 138.004% onasini emsa. 2 beradi, 5 beradi, ko'ryapsizlar. 1 beradi, ko'proq 1 beradi. Shansi yo'q bu case, turli case. Crash ko'tamiz. Crash o'ynab qo'yasiz. Hatto 7 ko'tali, crash ham yebdi, o'zi yapti. Bomba o'ynaymiz bo'lsam. Hatto 7 qilsam ham 7 case yaxshiroq beradi menga. Xo'sh, bosamiz. Bu yoqqa. Voy, bile. Ko'ryapsizlar, bile. Akkaunt, voy. Dalin. Qaytayapti. Manu. Bo'ladi, olamiz. Yana o'ynaymiz. Manu. Voy, bля. Qanday? Bu vashshi pidaraz ekan bu. Bir levelli umuman akkauntda vashshi o'ynash qiyin ekan bu. Ezordim. Bo'ldi, ol. Bir levelli akkauntda vashshi o'ynash bo'lmaykan bo'ldi. Hozir crashga o'tamiz. Crashdan ham bitta o'ynab ko'ramiz. Desam, yaxshi o'yin tugadi. Bitta o'ynaymiz. Kutamiz. 12 soniya. Omad bizga kelarmikin, bo'ldi. Bir 100 ga chiqib ketsa, vashshi qichuv bo'lardi, bor. 100 ga chiqib ketsam, bile. 100 ga davay. Voh, opani tuvani ko'ring. Voh, opani. Balansga kirib turib, battan 0 necha edi. Balans 0. 91 qoldi. 0.91. 0 yozilmayapti. Bo'ldi, 0.91. Bo'ldi, kuchaytirish hatto bir necha 5 qilaylikmi? Yo'q, to'g'rimi? Tushmaydi, bir qilamizmi, bolalar? Bir tushadi menimcha.
bir tush kattaroq. 86 vot edi. Tushdi. Yaxshi. Tushdi. Olamiz, sotamiz. Crashga kiramiz, oxirgi umid Crashdan. Full o'ynaymiz, ketdi mana. Bir 100 ga o'tib ber, onasini ham haka bu 10 ga o'tib ber. 10 ga. 10 gacham. 10 gacham uchib ber, bile. Ketdi onasini ham. Bos. Voh, bala. Shunaqa omadsiz bo'ladimi bu akkauntda? Bolalar, ko'rib turibsizlar, bu akkaunt fahshim. Boshdan ochgan akkauntinglar menimcha omadsizroq bo'ladi. Buni aytib o'taman, bolalar. Xo'sh. Agarda sizlar shunaqa nima desam bo'ladi. Menga podpiska qilib, like, podpiska bosib tursanglar, xudo xolasa, men o'zimga shaxsiy promokod olaman. Shunda meni shansimni ko'tarib beradi menimcha. Ko'tarib beradi. O'zimga shaxsiy promokod olsam, promokod olganimdan keyin sizlar podpiska qilib tursanglar, men promokod olganimdan keyin sizlarga har xil o'ynab beraman. O'zim buldrop kuchaytirib beraman streamlarda. Bemalol. Va'da ko'rib eshitib turibsizlar gapimni. Gapimni eshitib turibsizlar. Va'da olib beraman men sizlarga UC. Necha UC kerak bo'lsa, iloji boricha UC ni hal qilamiz. Shu podpiska qilib tursanglar bo'ldi. Promokod oling, omadni yaxshilab olaylik biz. Bo'ldi. 80,000-60,000 UC jalka emas, to'g'rimi? Biz ham kuchaylik endi bar. Shuning uchun bizning kanalimiz shu oy 1K bo'lish kerak hamda, menimcha 1K bo'lish kerak. 1K ili 3K yoki 2K ga ham chiqishimiz kerak. Menimcha promokod olish uchun, maksimum 1K ga chiqish kerak yoki like'lar ham, prosmotr ham ko'p bo'lish kerak promokod olish uchun. Shuning uchun sizlar like, podpiska bosib tursanglar bo'ldi jigarlar. Keyin safar UC tarqatamiz, udasiz qilamiz. Dakansa javob beraman gapimga. Aytgancha keyingi videoda, agar shu video 200 ta like bo'lsa, keyingi videoda qanchalik qaysi kes yaxshi, qaysi kes yomon, shularni gapirib o'taman. Qaysidan qanaqa taktika qilsak omadliroq bo'ladi. Shuni ham gapirib o'taman, qilib o'taman. Shtoba pul solib bo'lsa ham qilib o'taman o'zim akkauntimda. Qilib o'taman. Shuning uchun like bosib turinglar, bolalar. Like va obuna esinglardan chiqmasin. Sizlarga UC tarqataman, va'da. Xudo xolasa 8100 UC li konkurs ham qilib beraman. Sizlarga alohida 1K bo'lsa. Bolalar, hammanglarga rahmat. Sizlar bilan Nagado Gaming bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Tamom.